aritmiya turlari haqida gaplashib o'tdik. Endi shu aritmiyalarni keltirib chiqaruvchi sabablari haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni mexanizmi haqida gaplashamiz. Xo'p, taxiaritmiya, bradiaritmiya. Taxiaritmiyani keltirib chiqarish sabablari avtomatiklik xususiyatini ortib ketishligi, albatta hozir bu haqida gaplashib o'tamiz. Keyingisi trigger aktivlikda kuchayib ketishi va reentry halqasining hosil bo'lib qolishligi. Bu taxiaritmiya. Albatta har bittasiga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Bradiaritmiyaga sabab bo'ladigan faktorlar xuddi shu avtomatiklikning pasayib ketishligi va yurak ichki elektr o'tkazuvchanligida blokadalar hosil bo'lib qolishligi. Xo'p, endi ko'rib chiqadiganimiz birinchisi avtomatiklik xususiyati. O'zi avtomatiklik xususiyati nima edi? Avtomatiklik xususiyati bu haqida video dars ham olganmiz. Chuqurroq o'rganib olish imkoni bor. Avtomatiklik xususiyati bu yurakning o'zining ichki xususiyati bo'lib, bunda mana yurakning yurak elektr o'tkazuv yo'llari, ya'ni sinus tuguni, atrioventrikulyar tugun, gestutamaning o'ng va chap oyoqchalari va Purkinje tolalariga bo'linadi. Bu yurak normal elektr o'tkazuvchanligi, ya'ni 50 tadan 100 tagacha bo'lgan impuls chiqarish xususiyati bor. Endi avtomatlik xususiyati bu hech qanaqa nerv sistemasiga bog'liq bo'lmagan holatda sinus tuguni o'zidan 60, 80, 100 tagacha bo'lgan impuls chiqaradi. Ya'ni bunda o'zida ion kanallari bo'ladi. Misol natriy kalsiyni kirishi orqali 80 ta 100 tagacha impuls chiqarishligi va yurakni qisqarishiga sabab bo'lishi bu yurakning o'zini avtomatiklik xususiyati deb ataladi. Endi bu avtomatiklik xususiyatiga biz nerv sistemasi orqali ta'sir qilishimiz mumkin. Qaysi nerv sistemasi? Parasimpatik va simpatik nerv tolalari orqali ta'sir qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi bu nerv tolamiz bu 10-juft nerv tolasi, ya'ni nervus vagus hisoblanadi. Nervus vagus hisoblanadi. Ya'ni vagus nervi 10-juft nerv tolasi. Ya'ni 10-juft nerv tolasi aktivlangan vaqtda 10-juft nerv tolasi parasimpatik nerv sistemasi. Mana shu nerv sistemasi aktivlangan vaqtda yurak o'tkazuv yo'llariga ta'sir qiladi va yurak urishlari sonini kamaytirib yuboradi. Ya'ni bradiaritmiyaga sababchi bo'ladi. Ya'ni parasimpatik nerv sistemasidagi asetil xolin mediatori yordamida bu sababchi bo'ladi. Asetil xolin mediatori ko'payishiga sababchi bo'ladi. Bu o'z-o'zidan heart rate, yurak urishini kamaytirib yuboradi. Bu nervus vagus 10-juft parasimpatik nerv sistemasining yurakka bo'lgan ta'siri. Hop, keyingisi simpatik nerv sistemasi. Simpatik nerv sistemasi qayerdan chiqaradi? Bu simpatik nerv sistemasi ko'krakning birinchi segmentidan boshlab belni ikkinchi segmentigacha bo'lgan sohadan simpatik nerv tolalari chiqadi. Asosan ko'krak 1 bilan ko'krak 5 dan chiqqan nerv tolalari borib yurakni innervatsiya qiladi, yurakni nerv bilan ta'minlashda qatnashadi. Ya'ni simpatik nerv sistemasi. Simpatik nerv sistemasi borib sinus tuguniga boradi va yurakni miokard, yurak muskullariga borib yurak urishini va yurak urishini orttirib beradi. Ya'ni qaysi mediator? Epinefrin va norepinefrin mediatorlari yordamida shu mediatorlarni ko'p ishlab chiqaradi simpatik nerv sistemasi aktivligi ortgan vaqtda va heart rate, yurak urishini orttirib yuboradi. Bu simpatik va parasimpatik nerv sistemalari bir-biri bilan muvozanatda ishlaydigan holat hisoblanadi. Endi hop, birinchi holat nervus vagusning aktivligi qachon ortadi? Mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni avtomatiklik xususiyati. Qachon nervus vagusning aktivligi ortadi? Hop, ketdi. Avtomatiklik xususiyati, automaticity. Avtomatiklik xususiyati kamaygan vaqt qachon bo'ladi? Ya'ni vagus nervini, vagus ton kuchaygan vaqtda avtomatiklik xususiyati
kamayadi. Xo'p, vagus nervini toni qachon ortadi? Bu normal holatda ortishligi mumkin yoki patologik holatda ortishligi mumkin. Birinchi, xo'p, normal holatda, normal fiziologik holatda vagus nervini toni ortgan vaqt qachon bo'ladi? Qachonki inson uxlagan vaqtda yoki bo'lmasam dam olgan vaqtda ortadi. Nervus vagusning toni ortadi. Ya'ni uyquda. Shuning uchun uyqu vaqtida insonda yurak urishlari kamayadigan vaziyat bo'ladi. Xo'p, keyingisi normal holatda yana bitta ortadigan turi, yana bir ortadigan turi. Uzoq yillardan beri sport bilan shug'ullanib kelgan insonlarda, ya'ni atletlarda mana shu vagus nervini toni ortgan bo'ladi va ularda yurak miokard muskullari baquvvatlashib ketgan va vagus nervini toni ortgan bo'ladi. Shuning uchun bularda yurak urishlari soni past bo'ladi, kam bo'ladi. Xo'p, uchinchi holat bu patologik holat hisoblanadi. Ya'ni yurakning orqa devorida miokard infarkti o'tkazgan bemorlarda ham mana shu vagus tonini, vagus nervini aktivligi ortgan bo'ladi. Ya'ni miokard infarkti yurakning orqa devorida. Ya'ni 10 koronar qon tomir yurakning orqa qismini qon bilan ta'minlaydi. Ana shu 10 koronar qon tomirda tiqilishlar bo'lganda, right coronary artery okklyuziyasi bo'lgan vaqtda ham xuddi shu patologik holatda vagus nervini aktivligi oshgan bo'ladi. Xo'p, keyingi holat qachon vagus nervini aktivlik ortadi, qachon yurak sekin qisqaradi, bradiaritmiyaga sababchi bo'ladi. Keyingisi mana shu o'tkazuv yo'llarini sekinlatish maqsadida dori qabul qilgan insonlarda. Ya'ni qaysi dorilar? Bu bo'lishligi mumkin beta blokatorlar. Ya'ni dori moddalar beta blokatorlar, kalsiy kanallari blokatorlari va digoksin. Mana shu dori moddalarni qabul qilgan vaqtda ham, me'yordan ortiq qabul qilgan vaqtda bradiaritmiyaga, yurak urishlarini kamayib ketishiga sababchi bo'ladi. Xo'p, keyingisi uchinchisi bu metabolic activity, ya'ni metabolic activity, ya'ni metabolik aktivlikni kamayib ketishligi. Bu qachon ro'y beradi? Bemorda tana harorati tushgan vaqtda, ya'ni gipotermiyada, gipotermiya tana harorati tushgan vaqtda ham demak yurak urishlar soni kamayib ketadi. Xo'p, keyingisi metabolik aktivlik tushib ketishi, qalqonsimon bez funksiyasi pasayib ketishi va gormonlar ishlab chiqarilishi. Qalqonsimon bez gormonlari ishlab chiqarilishi kamaygan vaqtda hypothyroidism. Qalqonsimon bez gormonlari kamayib ketgan vaziyatda ham xuddi shu yurak urishlari kamayib ketadi. Xo'p, keyingisi to'rtinchisi, buni eslab qolishingizni juda ham xohlardim. Ya'ni qonda kaliy miqdori, kaliy ionlarining miqdori ortgan vaqtda ham yurak urishlarini pasaytirib yuboradi. Mana shuni ham eslab qolish katta ahamiyatga ega. Keyingisi, 5-inchisi, har qanday intracranial pressure, ya'ni bosh miya ichki bosimlarini ortishi, xoh bu bo'lsin insult o'tkazgan bemor bo'lsin, xoh bo'lsin bu tumor shishlar bo'lsin yoki gematoma bo'lsin, har qanday holatda ham yurak urishlari sonini pasaytirib yuboradi. Ya'ni bu holat Cushing triadasi deb nomlanadi. Cushing triadasi bunda bo'ladi. Har qanday bosh miya ichki bosimini ortgan vaziyatda bo'ladi. Yurak urishlari heart rate past bo'ladi. Qon bosimi blood pressure baland bo'ladi va qon bosimi baland va irregular notekis nafas olishi, nafas olib chiqarishning notekis bo'lishi bo'ladi. Ya'ni irregular respiratory rate, notekis nafas olish bilan namoyon bo'ladi. Bu avtomatiklik xususiyati tushib ketishi va vagus nervini tonini ortib ketgan vaziyatda, demak mana shu holatlarda yurak urishlari pastlaydigan vaziyat bo'ladi. Endi keyingisi
avtomatiklik xususiyatini ortaydigan holat. Ya'ni xo'p. Avtomatiklikni ortib ketishi. Automaticity. Avtomatiklik xususiyati qachon ortadi? Qachonki mana ko'rib turibmizki, simpatik va parasimpatik nerv sistemasi bir-biri bilan muvozanatda ishlaydi. Ya'ni simpatik nerv sistemasini aktivligi ortgan vaqtda T1 dan T5 gacha bo'lgan nerv tolallarida aktivlik ortgan vaqtda bo'ladi. Xo'p, bu holat birinchi simpatik nerv sistemasini qo'zg'alishiga sababchi bo'ladigan holat bu gipovolemiya hisoblanadi. Ya'ni qon umumiy miqdorini kamayib ketishi. Hypovolemiya. Ya'ni qon bosimini nazorat qilinishi degan videoyimizda bor. Mana shu videodan bemalol chuqurroq ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni gipovolemiya bo'lgan vaqtda simpatik nerv sistemasinin aktivligi ortadi. Chunki simpatik nerv tolalarimiz bizda juda ham sezgir qon bosimini, qon hajmini tushib ketishiga. Bu gipovolemiya. Xo'p, keyingisi gipoksiya. Hipoksiya. Ya'ni to'qima va a'zolarga kislorod miqdorining yetarlicha me'yorda yetib bormasligi. Ya'ni bu qaysi kasalliklarda bu red blood cells, ya'ni chuqur kuchli anemiyalarda bo'ladi, ya'ni eritrositlar miqdorining tushib ketishligi. Keyingisi surunkali o'pka kasalliklarida, chronic obstructive pulmonary disease, surunkali o'pka kasalliklarida va yana bitta juda ham qizig'i bor, qiziq holat pulmonary embolism, o'pka emboliyalarida, ya'ni har qanday o'pka arteriyalarida tiqilishlar bilan kechadigan holat, o'pka arteriyalarida qon yaxshi yetib bormayapti, ya'ni qizil qon tanachalar, eritrositlar bilan o'pka yaxshi kislorod almashinuv qila olmayapti. Ya'ni bu o'pka emboliyasi hisobiga, mana shu pulmonary embolism, o'pka emboliyasi hisobiga ham ya'ni gipoksiya holati yuz beradi. Gipoksiya holati yuz bergandan keyin o'z-o'zidan simpatik nerv sistemasini aktivligi ortadi. Xo'p, bu xo'p, to'rtinchisi har qanday simpatomimetik dorilar qabul qilgan vaqtda, ya'ni mana shu nerv sistemasinin aktivligini oshiradigan preparatlar qabul qilgan vaqtda, ya'ni bu bo'lishligi mumkin, kokain bo'lishligi mumkin yoki metamfetamin bo'lishligi mumkin. Sympathomimetics, ya'ni har qanday mana shu nerv sistemasinin aktivligini oshiradigan preparatlar qabul qilgan vaqtda. Xo'p, kokain yoki metamfetamin yoki boshqa bir dori bo'lishligi mumkin, preparat bo'lishligi mumkin. Keyingisi metabolic activity, yana xuddi shu metabolic activityni oshishi. Metabolic activity, ya'ni moddalar almashinuvini oshiradigan vaziyat. Bu bo'lishligi mumkin, isitma bo'lishligi mumkin. Fever, isitma, ya'ni isitma ko'tarilgan vaqtda ham yurak urishlar soni ko'tariladi yoki qalqonsimon bez gormonlarini ko'payib ketishi. Hyperthyroidism holatlarda yuz beradi. Ya'ni bu avtomatiklik xususiyatini oshishi va ko'tarilishi, ya'ni birinchi faktorimiz. Xo'p, keyingisi trigger aktivlik haqida.